tizzani ichki tomoni bir-biriga tegdi. Tegdi, tovon tegmayapti. Bilyapsizmi? Tovon tegmayapti. Mana davolashda 3 ta etapi bo'ladi. Muolaja qilish, aytayotgan fiziologiyani qilish, ikkinchisi gips qo'yish, uchinchisi operatsiya qilish. Yuringchi, yurishlab oling. Endi keling mana oldimga. Shu sohada juda ko'p xalqimizda ota-ona bilish kerak. Sekin yana harakat qilamiz. Juda ham yaxshi. Birinchi o'rinda oyog'ini ko'rganimizda, shu tizzani qopqog'ini o'sha chizganimizda, tizzani ko'zini to'g'ri qildik. Tizzani ko'zi to'g'ri bo'lganda, tizzani ichki tomoni bir-biriga tegdi. Tegdi, tovon tegmayapti. Bilyapsizmi? Tovon tegmayapti. Mana tizza tegdi, tizzaga yaqinlashtirasiz. Endi tovonga olib keling, mana tovon tegmayapti. Endi yana bittasiga e'tibor qaratamizki, sog'lom oyoqda o'zini o'qi bo'ladi-da. O'sha o'qi tizzani ko'zi to'g'ri turganda, oyog'imiz uchi ham to'g'ri turish kerak ekan. Qarang mana. Mana son to'g'ri bo'ldi, tizzani ko'zi to'g'ri bo'ldi, lekin oyog'ini uchi ichkariga burab olyapti. Endi qarab turasiz yana. Oyog'ini tashqariga ochdim. Mana tashqariga ochganimda tizzasi tashqariga ketib qolyapti. Endi bunaqa holatda bolalarimizga birinchi tavsiyamiz aytamizki, doim o'g'il bolacha o'tirgan deymiz. Mana shunaqa. Tavsiya qilamiz birinchi. Shunda oyog'idagi yassayoli yo'qoladi. Boldiri ichkariga keladi, tizzasi tashqariga qochadi. O'g'il bola bo'ladimi, qiz bola bo'ladimi, shunaqa o'tirish kerak ekan. Birinchisi, bilib oldingiz. Ikkinchisi, muskullarimizni o'zini harakati bo'ladi. Ya'ni oyoqni ichkariga burish vazifasi bo'ladi. Men ichkariga buryapman, tashqariga ochyapman mana. Endi farqini qarang. Mana ichkariga burishimiz ko'proq burilyapti, tashqariga ochishimiz kamroq. Qachonki shu ikkala ichkariga burish bilan tashqariga ochish bir xil bo'lsa, keyin bola to'g'ri bosar ekan. Endi oyoq tagiga qaraymiz mana. Oyoq tagiga qaraganimizda oyog'ini holati, ya'ni boldir, oshiq, tovon mana bo'g'im sohasi ko'ryapsiz, mana bo'g'imda bu qayiqsimon suyagimiz chiqib ketib qolyapti mana, qayiqsimon, qayiqqa o'xshagan suyagimiz bo'ladi, shu tashqariga chiqib ketdi mana. Sayoqlikda ko'pchilik xato qo'yib qo'ysa yaxshi bo'ladi deyshadi, lekin u xato taktika. Endi qarab turing, tasavvur qiling. Endi mana bu yerda bo'layotgan muammo to'pig'iga bog'liq bo'lyapti ekanda. Mana bu harakati bor mana. Shu harakati oyoqning yassiligi to'pig'iga bog'liq bo'lganligi uchun albatta ortopedik oyoq kiyim qilish kerak. Baland bo'lish kerak, qo'njisi mana baland bo'lish kerak. Shu to'pig'ini ushlash kerak. To'pig'ida mahkam ushlash kerak. Bu siljimasligi kerak. O'shanda tagiga keyin supinator maxsus moslama qo'yamiz. Bolani 2 yoshgacha ortopedik oyoq kiyim tavsiya qilinmaydi. 2 yoshdan keyin ortopedik oyoq kiyim tavsiya qilamiz degan. Tushunyapsizmi? Endi 8 yosh. Endi kech olib kelyapsizlar-da, kech. Endi bunaqa holatlarda haligi kechdan ko'ra kech degan maqolga amal qilishimiz kerak. Endi oldingi 3 yoshga yoki 4 yoshga qaytarib bo'lmaydi-ku. O'sha uchun birinchi o'rinda qiladigan ishimiz ortopedik poyabzal qilamiz. Ikkinchisi oyoqlariga parafin, massaj, elektroforezda bir 3 etap oladi. Xo'p, uchinchisi tizza bo'g'imini orasiga maxsus moslamali taxtacha qo'yib turib, 30 sm uzunlikda bo'ladi. Ustiga chiroyli qilib binti baylab turib, tizzasining orasiga qo'yib turib, sonidan boshlab turib to'piqqacha kunda 2 soatdan baylaysiz. Xo'p, agarda 3 etapli chena qilingandan keyin biz kutgan natija bo'lsa, bu yaxshi degani. Agar biz kutgan natija bo'lmasa, keyin oyoqlarni, tizza bo'g'imlarini rentgen qilamiz. Rentgenning holatiga qarab turib, keyin gips qo'yishimiz mumkin. Endi davolashda 3 ta etapi bo'ladi. Muolaja qilish, aytayotgan fiziologiyani qilish, ikkinchisi gips qo'yish, uchinchisi operatsiya qilish. Demoqchiman, shu operatsiyaga og'ir qo'ymasdan davolash etaplarida davolab olishimiz kerak. Tushundingizmi? Bo'ldi. Oyoqni buni bosamiz shunaqa. Qani bosingchi. Mana endi tushunadigan holatda bo'ldi. Oyoqni boshida o'rgatasiz. Birinchi tushunyapsiz-a? Bu birinchi qiladigan mashqimiz. Ikkinchisi, oyoqni yon tomonda bosamiz. Qani? Mana, ko'ryapsizmi? Mana yon tomonda boshida o'rgatamiz. Mana. Endi oyog'imizni uchida bosamiz, mana. Uchida. Qani bosingchi? Mana, buni ham o'rgatasiz. Sekin-sekin, ha?